narsa to'plami manfaat sohasi deyiladi. Y esa funksiyaning qiymatlar to'plami yoki qiymatlar sohasi deb ataladi. Va bu yerda x erta o'zgaruvchi yoki funksiyani qilgan birinchi o'rinda bo'sh bo'lmasligi ham kerak. Va bunda sohada bo'sh bo'lmagan x sona to'plami berilgan va bunda ikki elementlar bor va y sona to'plami va x sona to'plami olingan ixtiyoriy x elementga qandaydir f qoida asosida y sona to'plamiga mos qo'yilishiga funksiya y yoki y teng fx ko'rinishida yozish mumkin. Ba'zi kitoblarda bunday beriladi, ba'zi kitoblarda bunday beriladi. Bizlar asosan elementar matematikada yoki maktab darslarida y teng fx deb o'rganganmiz. Ba'zi misol uchun oddiy yozilgan y teng 2x plus 1 deb yozishimiz mumkin yoki shuni fx teng 2x plus 1 ham deb yozamiz. Ikkalasi ham y tengizmi fx tengizmi baribir bitta ma'noni beradi. Yozilishi turlicha bo'lganman. Birinchi ma'nosini bir xil. Tushunarlimi? Yozib qo'yinglar funksiya tarifini. Xo'sh, bunda demak grafikni chizishimiz uchun avval uni yo'llari kerak. Yo'llar degan x o'qini 2 suzadigan, y o'qini suzadigan nuqtalar. Demak 0 deganimiz x quyishni nima deganimiz? X topsak 2, x topsak -3. Demak, bu nuqtadan tarafdan belgilaymiz 1, 2. Demak, x teng 2 degan to'g'risini chizib olamiz. X teng -3. Minus bo'lsa 1, 2, 3. -3. Mana shunday chizib olamiz. Va x o'qimiz nechta bo'lakka bo'lindi? 2ta. Minus cheksizlikdan minus 3gacha, minus 3dan 2gacha, 2dan cheksizgacha. Demak, birinchisi minus cheksizlikdan minus 3gacha. Desak, bu oralikda bu modulimiz qanaqa bo'ladi? Ya'ni xullas mana biz boyagi narsani yozib olishim kerak, grafikni chizishim uchun. Mana bunaqa qilib ko'rinishda. To'g'rimi? Demak, buni yozib olishimni qilaman. Nega fx deb yozaman? Ya'ni y yoki fx deb. Birinchi o'rinimiz -3dan minus cheksizlikdan -3gacha. Yoki buni mana yozsak ham bo'ladi. X kichik -3dan desak, shunda funksiyamiz ko'rinishi qanaqa bo'ladi? X -3 deb ham qo'shib, demak, deylik buraya -4 qo'ysak, bu minus, bu esa bu ham minus. Nima bo'ladi? -x plus 2. Bu yerda yozib oling shuni. Minus cheksizlikdan minus 3gacha bo'lganda y teng -x plus 2. Bu esa -x minus 3. Shunda funksiyamiz ko'rinishi y teng -2x minus 1. Demak, x kichik minus bo'lsa -2x minus 1 bo'lar ekan. To'g'rimi? Endi -3dan katta x kichik 2. Bu o'ralda nima bo'ladi desa, demak, bu birinchi soha, ikkinchi sohamiz. -3dan 2gacha. Bitta narsani o'zlarini topasizlar, men shuni qo'yib ketayman. -3dan katta sonni qo'ysak, 0 ni qo'ysak, bu minus x plus 2, bu esa plus, to'g'rimi? Plus x plus 3. Demak, y teng 5 degan, demak bu 5 deb yozib ketamiz. Keyingisi qaysi oraliq bo'ladi? X katta 2dan, cheksizgacha degan. Bunda hammasi plus 3-oraliqimiz 2dan cheksizgacha bo'lsa, nima bo'ladi? Y teng x minus 2 plus x plus 3. Kim topadi? X. Ko'rdingmi? Ko'ryapti? Nima? Endi shu yerda 4 qo'ysam nima bo'lyapti?
so'rayapti. Agar shuni 4 emas, ya'ni kami soat birda katta bo'lib qoladi-da bu. Agar 4 emas, shuni men 1/4 qo'ysam. Kengayyapti mana. Ya'ni karmakda siqish, karmakda kengaydi. Endi agar mana shuni men parallel ko'chirish siljitish bo'lsa, qanday bo'ladi? X plus misol uchun 4 qo'ysam 4 kunlik tepaga siljiganman, to'g'rimi? Endi agar shuni 4 ni men qavs x ning 4 qayta nimaga qo'shildi? Argumentga qo'shildimi yo funksiya o'ziga qo'shildimi? Nima bo'ldi? Funksiyani o'ziga qo'shildi-ku, y qo'shildi. Agar argumentni qo'shmoq bo'lsa, bu nima deb yozaman bo'ldi? X qavsida, mana qavsida x plus 4 ning kvadrat, mana kvadrat x ustida shunga. Mana buni argumentga qo'shilgan. Eskisi mana bunday y barobar x kvadratidir. Buni grafiklar bitta narsa, mana eskisi, bu yangisi. Bitta argumentga to'g'ri, demak, qo'shilsa payqamasiz ekan chapga hozir yana ko'ramiz, agar y